jahon nozlanajakdi. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdi. Navruz kelib on jumlay jahon nozlanajakdi. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdi. Yashnar tabiat tashtu adir lola ichida. Yurtim chamanim o'zgacha pardozlanajakdi. Yashnar tabiat tashtu adir lola ichida. Yurtim chamanim o'zgacha pardozlanajakdi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, muhtaram mehmonlar. Mana shu go'zal va hayajonli damlarda bugun bepoyon vatanimizning voha vodiylari, shahar va qishloqlari, bog' va maydonlarida el yurtimiz katta shod va xurramlik bilan Navruz sayllarini o'tkazmoqda. Qalblarimiz quvonchga to'lib turgan ushbu dilbar lahzalarda keksa yosh jamiki yurtboshlarimizni chin dildan qutlab, barchangizga o'zimizning yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimizni izhor etamiz. Sharqona yangi yilimiz muborak bo'lsin. Navruz olamning qadami qutlug' kelsin. Qadrli do'stlar, muhtaram mehmonlar. Bugun jonajon yurtimizga go'zallik va nafosat, yasharish va yangilanish, mehr va oqibat bayrami Navruz kirib kelar ekan, dala va qirlarimiz, bog' va yaylovlarimiz ko'klam yomg'irlari obi rahmatdan barhamat bo'lib, bo'lg'usi mo'l hosil, qut va barakadan darak bermoqda. Shuningdek, bugungi bayramimizda nafaqat qo'shni, balki asrlar davomida qondosh va qardosh bo'lib, bir buloqdan suv ichib, bir havodan nafas olib, yagona osmon ostida bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanib kelgan, yaxshi yomon kunlarda yelkama-yelka turib, qiyinchiliklarni yengib o'tgan Tojikiston Respublikasi vakillari ham ishtirok etmoqda. Mehmonini giromi bar nohiyai uzun xush omadi. Har ro'zaton Navruz bor, Navruzaton piruz bor. Hurmatli bayram ishtirokchilari, Navruz olam falsafasi va qadriyatlari bilan g'oyat uyg'un va hamohangdir. İnson qadrini ulug'lash, har bir fuqaroning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini amalda ta'minlash, barcha shahar va tumanlar, olis va chekka hududlar aholisi uchun munosib sharoit yaratib berish, oddiy qilib aytganda xalqimizni rozi qilish mana bizning bosh maqsadimiz. Shu ezgu yo'lda iqtisodiyotimiz va ijtimoiy sohalarni har tomonlama rivojlantirish, ilm, fan, ta'lim va tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sog'lom turmush tarzi va sport, ona tabiatni asrash kabi yo'nalishlarda boshlagan katta dasturlarni jadal davom ettiramiz. Hayotimizni yanada go'zal va obod qilishda biz mo'tabar otaxon va onaxonlarimizdan, ularning dono maslahatlari va duoyi fotihalardan kuch-quvvat olamiz. Milliy taraqqiyotimizni yangi bosqichga ko'tarish yo'lida mardona mehnat qilayotgan hurmatli aka-ukalarimiz, aziz opa-singillarimizga bugun butun tumanimiz aholisiga ishonamiz va tayanamiz. Shu qutlug' ayyomda sizlarning har biringizga vatan ravnaqi yo'lida qilayotgan munosib xizmatlaringiz uchun qo'limni ko'ksimga qo'yib, chin yurakdan tashakkur bildiraman. Mana shu betakror lahzalarda ko'klamning har bir kuni, har bir soatini g'animat bilib, dalasiga yo'l olayotgan mirishkor dehqon va fermerlarimizga eng ezgu tilaklarimizni bildiramiz. Bugun katta orzu umidlar bilan saflarimizga kirib kelayotgan navqiron o'g'il qizlarimizni
yangi O'zbekiston bunyodkorlarini barchamiz samimiy olqishlab, ularga baxt va omad tilaymiz. Muhtaram vatandoshlar, Mir Alisher Navoiy bobomizning olam ahliga biz avlodlarga qarata har kuning Navruz bo'lsin deb aytgan tilaklarni hammamiz yaxshi bilamiz. Shu ma'noda keksalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatish, yordam va ko'makka muhtoj kishilarni qo'llab-quvvatlash, bemorlarning dardiga darmon bo'lish kabi xalqimizga xos savobli amallarni nafaqat Navruz ayyomida, balki har kuni vijdon amri bilan ado etishimiz lozim. Qadrli do'stlar, bu yilgi xosiyatli bahor fasli yurtimizga ko'plab quvonchli voqealar, qo'sharoq bayramlarni boshlab kelmoqda. Shu kunlarda barchamiz yana bir qutlug' va fazilatli oy, muqaddas Ramazoni Sharif oyida turibmiz. Bugun imkoniyatlardan foydalanib, tumanimiz musulmonlarni, butun islom ummatini ana shu tabarruk ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ushbu ilohiy oyda qiladigan xayrli amallarimiz qabul bo'lib, ezgu va pok niyatlarimiz ijobat topishini tilayman. Ayni vaqtda mamlakatimizda ertaga nishonlanadigan mahalla tizimi xodimlari kuni bilan ham barchani qutlaymiz. Mustaqillik yillarida Navruz olam diyorimizdagi barcha millat va elat vakillarini yagona va ahil oila etib birlashtiradigan do'stlik va nafosat bayramiga aylanganligini biz yuksak qadrlaymiz. Bunday noyob va bebaho boyligimizni hamisha ko'z qorachig'iday asrab avaylaymiz. Aziz va muhtaram tumandoshlar, barchangizni butun xalqimizni Navruz umumxalq bayrami bilan yana bir bor tabriklayman. Fasli navbahor har bir oila, har bir mahallaga, el yurtimizga tinchlik va farovonlik, baxt va saodat olib kelsin. Barcha ezgu ishlarimizga Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navruz olam barchamizga muborak bo'lsin. Muhtaram Bozorov Habibulloh Sherdonaqulovich do'stoni aziz, imroz ma dar in chorabini az Jumhuriy Tojikiston namoyandagon az maqomot ijroiya hokimiyati davlati shaharhoyi Hisor, Tursunzoda va nohiya Shahrinal va Jumhuriy O'zbekiston va nohiya uzun tashrif ovardem. Do'stoni aziz, همه شما جشن بین المللی نوروز سال نو مردم آریاری را که یک جا با فصل بهار ایام احیای طبیعت سرزمین های ما را به قدم مبارک خود باز هم دلکش و زیبا گردانیده است. از نام رئیسان شهرهای ترسونزاده، حصار و شهر نو صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به شمایان تن صحت و خانه آبادی آرزو می نمایم. نوروز که با تمام قناعت و رنگارنگ خود احیا گردید، حالا با جشن ملی و دولتی رمز خودشناسی و افتخاری ملی، وحدت و همدلی مردم و پیوند نسل‌ها تبدیل یافته است. مردم آسیای میانه نوروز را هنوز در هزار ساله پنجم پیش از میلاد در عهد سلاله پیشدادیان با شکوه و شهامت خاصه جشن می‌گرفتند. یعنی سببی در پهناهای پروسعت جغرافی پهن گردیدن نوروز در آن است که اصل نوروز به صفت جشن طبیعتاً و ماهیتاً عمومی و مردمی از اندیشه برابری در بین انسانها عبارت می باشد. با طفیل همین جوهر مردم نوروز در چاره‌بینی‌های ایدانه خرد و بزرگ آزادانه و برابر شرکت می‌ورزند و خرسندی می‌کنند. جشن نوروز بین المللی که پیش از 6000 سال تاریخ دارد، همچون مجدرسان صلح آرامی، رفتار و گفتار پندار نیک و دوستی و همکاری خلقها را به سوی روزگار آرام و آسوده و صلح و ثبات راهنمایی می‌کند. Jannatlarning gulidek, porlab quyosh nurdek,
Gavharlarning nuridek porlagan yurtim. Otam deymi yo onam, bag'ringda bo'lsin olam. Mehrlisan sen biram, sehrli yurtim, mehrli yurtim. Mayli men borim beray, sen uchun jonim beray. Mayli men borim beray, sen uchun jon nurdek, gavharlarning nuridek porlagan yurtim. Otam deymi yo onam, bag'ringda bo'l. Tulpor, 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 tulpor beladegan, beladegan. Shamol, 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 shamol. Nodon egar, nodon egar. Yuragim, 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 yuragim. Tulpor bo'lsa. Bulut, 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 bulut. Boshimga tegar. Qirg'i qanoting yozar, qirda, qirda o'zar. Men qirlarday bo'lsam, olamni shamol bosar. Ko'nglimni olgan mehmonim, har bergan armag'onim. Ko'nglimni olgan mehmonim, yuziga shirin zabonim, yuziga shirin zabonim. Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sog'inganim bilmaysanmi? Bir bor yo'q oppoq qonlar bo'ldi anhor, mana yana keldi bahor. Oppoq qonlar Navruz keldi bugun do'stlar, ilimaya ilima, ilimaya ilima. Do'mbiramni olib keldim qo'limaya, qo'lima. Bir maydonga tabrik qilay, ilimaya ilima. Uzun
مهمانداری تاجیکستان خصوصا از شهر ایستار بخش ناحیه اوزون تشریف آوردیم. نوروز بین المللی در ناحیه با تنتنه جشن گرفتش در مهمانداری آنها گرم و صمیمی بود. مردم عزیز شرفمند اوزون را با این جشن بین المللی تبریک و تهنیت نمودند و شمایان عزیز دل همیشه صلح و ثبات آرزو میکنم. دوستی، رفاقتی، رفت و آمدی مردم تاجیکستان و ازبکستان را همیشه پایدار بودن آرزو دارم. نوروز عجم باری دیگر مبارک باشد. Bugun mana Uzun tumaniga keldik. Uzun tumanidagi bayramga tayyorgarlik juda ham avjida. Sahnalar, chiroyli bezaklar, milliy libosdagi kichkina 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan ajoyib nima deydi, sahna ko'rinishlari bilan chiqishyapti muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz. Gap yo'q, hammasi juda ham bir-biridan ajoyib go'zal tarzda, hattoki o'tovlar ham bir boshqacha bezatilgan. Xullas, biz xursandmiz bugun Uzunda xizmatda ekanligimizdan. Ajoyib.